mana bu yerda birinchi kirib keladi, birinchi filtrda. Ikkinchi filtrdan keyin mana bu teploobmennikda Buni? kirib kelgan issiq gaz, ichkaridan gazlarni teploobmennik bo'ladi, temperaturasi tushiriladi. Ikkinchi separatorda uning ichida tarkibidagi namliklar ushlab qolinadi, mana gaz kondensatlar ushlab qolinadi. Lekin mana bu birinchi vertikatsiya kanalida bu ichidagi metan gazi ajratib olinadi. Metan gazi ajratib chiqarilib, mana bu haydalanadi. Bundan temperaturasi past gaz chiqadi. Mana bu teploobmennik bo'lib, kirib kelayotgan gaz bilan teploobmennik bo'ladi. Uni bu yerdan kelayotgan issiq gazni sovutib, o'zi mana bu chiqib ketadi. Metan gazi birinchi vertikatsiya kanalida chiqarib ketiladi. Mana bu yerda o'zi bosimi rosa beriladi. Mana bu turbo detanderda bosimi ko'tarilib, haydab beriladi. Xo'p, keyin bunda metan gazi tepadan chiqib ketgandan keyin pastdan suyultirilgan propan butan yoki gaz kondensatlar pastdan bu keyingi vertikatsiya kanaliga o'tiladi. Bunda keyingi bosqichda propan bilan butanni gaz kondensatni ajratib olish bo'ladi. Bunda endi biz propan bilan butanni uni ajratib olamiz, suyultirilgan gaz bo'ladi. Mana bu yoqda saqlab turiladi. Bunda suyultirilgan gaz propan bilan butan ajratib olinib va haydab saqlanadi. Bu pastdan esa gaz kondensat chiqariladi. Gaz kondensat ham sovutilib, og'izda sovutilib, keyin haydalanadi. Mana bu boshqa gaz qayta ishlashlarga, mana shunaqalarga haydalanadi.